Allah Taala zemin ustida ma'lum joyni boshqa o'rinlarga qaraganda alohida muqaddas va ulug' joy deb bekitgan. Xuddi Ka'baytullohga o'xshash. Haramda o'qigan namoz boshqa yerda o'qigan namozdan necha ming hassi yuqori o'rinda turadi. Dal mushuningga o'xshash Alloh Taolo vaqtning ichidami ma'lum vaqtni eng ulug' vaqt va muqaddas vaqt deb bekitgan. Va shundaqla u vaqtda qilgan amal ibodatimizni eng yuqori savob va eng yuqori martabaga ega qilgan. Nima uchun? Biz uchun. Bizning Allohga tavba qilib olishimiz, savob holtimizni to'shqizib olishimiz, o'zimizning hisob elishimiz, Allohga qaytishimiz, dunyo qaynamidan beshimizni sug'urib o'zimizning aslini tepish, bizning dunyo uchun yaratilmaganligimizni tunish uchun, ya'ni o'zimizni iymoniy jihatda zot aslimizga qaytib olishimiz uchun ma'lum o'rinlarni va ma'lum vaqtlarni ulug' va muqaddas joy qiladi va uni bizga bir fursat va ne'mat sifatida sunadi. Mushu fursatlarning qatoridan oldimizda kelayotgan Zulhajjining dastlabki 10 kuni. Bu 10 kunning muqaddas bo'lganligi uchun Alloh taolo bu 10 kunning kechasi bilan Qur'on Karimda qasam qilib val fajri va layalin ashri subhi bilan qasam va Zulhajjining dastlabki 10 kunining kechasi bilan qasam deb bu kunning ulug'ligini ifodalagan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu kunning ulug'ligini ifodalab, "Ma min ayyamil amali solih fiha ahabbu ila Alloh min hadhihi al-ayyam." Zulhajjining dastlabki 10 kunida qilgan ibodat boshqa vaqtda qilgan ibodatlardan Allohga eng suyumlik deydi. Sahobalar Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan bu gapni anglagandan keyin, "Ey Rasululloh, Alloh yo'lida qilgan jihadlarimizdanmi mush 10 kun ichida qilgan ibodatlar afzal bo'lamdi, Allohga suyumlik bo'lamdi?" deb so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom "Valal jihadu fi sabilillah." Alloh yo'lida qilgan jihadinglarmi, g'azatinglarmi, kurashinglarmi 10 kunda qilgan ibodatdan Allohga suyumlik emas. Ammo bir odam Alloh yo'lida kurashga o'zining jini va milni chiqib, ya'ni Alloh yo'lida kurashga jini va pul mollarini atab yo'lga chiqib, u urushda o'zining mili yoki jinidan hech narsa qaytmay urush qilgan bo'lsa, ya'ni o'lib shahid bo'lgan bo'lsa, mollarining hammasini shu yo'lda pido qilgan bo'lsa, buningga yetmaydi. Ammo bir odam o'zining jini bilan jihad qilgan bo'lsa, yoki bir odam pul bilan jihad qilgan bo'lsa, Zulhajjining 10 kunda qilgan ibodat Allohga uningdan suyumlik bo'ladi degan. Odatda Alloh yo'lida kurash qilgan, zolim tajovuzlarga qarshi jihad qilgan odamning savobi Allohning nazarida nihoyat ustun bo'ladi. Shuning uchun Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu 10 kunda qilgan ibodat nihoyat afzal, Allohga suyumlik degan vaqtida sahobalarning iddiasidagi eng fazilatli, Allohga eng yaxshi ko'riladigan ibodat jihad bo'lg'achqa, jihatdan suyumlikmi deb so'ragan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hatto jihatdan suyumlik. Lekin jini va mil bilan jihad qilgan odam buni yetenmaydi. Ammo jini bilan yoki yolg'iz mil bilan jihad qilgan odam yana buni yetenmaydi degan. Mana shuningdek buyuk fursat oldimizda kelyapti. Ya'ni oldimizdagi yakshanba kuni, Zulhajjining 1-kuni. Mush kundan boshlab 10 kun Allohning nazarida u kunda qilgan ibodat Allohga eng suyumli ibodat bo'ladi. Undaqda bu kunda Allohga qanday ibodatlarni qilamiz? Birinchidan Allohga roza tutamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom har yili Zulhajj oyining dastlabki 9 kunda roza tutishni tashlab qo'ygan emas. Zulhajj oyining 10-kuni Qurban hayit bo'lgachqa, Qurban hayit kuni roza tutishga bo'lmaydi. Ya'ni 9 kun imkoniyatimiz yor basala cho'qim roza tutamiz. İkincisi tekbir aytimiz. Ya'ni Allohu akbar degan bu tekbirni o'zimizning ichida yoki unlik ovozda yolg'iz holatda aytimiz. Shundaqla tahlil aytimiz. Tahlil deganimiz la ilaha illalloh degan bu zikrni ko'p o'qiymiz. Hamdu sano aytimiz. Alhamdulillah degan bu zikrni ko'p o'qiymiz. Tasbih aytimiz. Subhanalloh, subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim degan bu tasbihlarni nihoyat ko'p o'qiymiz. Alloh taolo Qur'on Karimda va zikrullahi fi ayyamin ma'lumat. Ma'lum kunda Allohni zikr qilsin deydi. Buyuk sahoba Abdullah ibn Abbas bu yerdagi ma'lum kunni Zulhajj oyining dastlabki 10 kuni deb tafsir qiladi. Sahobalar Zulhajj oyining dastlabki 10 kuni kirsalar, ko'chalarda, bozorlarda zikr va tasbihlarni unlik ovozda o'qiydi. Bu g'ofil kishilarni eslatsa, Allohning shuorlarini ulug'laganlik hisoblanadi. Uchinchisi, agar imkoniyatimiz, sharoitimiz yarabasa, bu kunlarda haj va umr qilish nihoyat ulug' ibodat. To'rtinchisi, tavba qilish, Allohga qaytish. O'zimiz bilib bilmay Allohning buyruqlariga parvo qilmadik, nafsimizga ergashdik, dunyomizga ahamiyat berganchilik, Allohning buyruqlariga, abadiy hayotimizga ahamiyat bermadik, dunyoga jiddiy qaraganchilik, abadiy hayotimizga, oxirat hayotimizga jiddiy qaramadik, dunyoligimiz uchun badal to'laganda oxirat hayotimiz uchun badal to'lamadik. Oxiratga o'lgandan keyingi abadiy hayotga ishonamiz dedik, lekin ishongandek yashamadik. Mana bu kunlarda biz o'zimizga qaytishimiz kerak, Allohga tavba qilishimiz kerak, kamchiliklarimizni Allohdan afo qilishimizni so'rashimiz kerak va o'zimizni hisob elib, o'zimizning hayotida yangi bir sahifa etishimiz kerak. 5-inchisi, bu Zulhajjining dastlabki 10 kun ichidagi Arafat kunisiga alohida ahamiyat berish kerak. Zulhajjining 9-kunisi, ya'ni Atihid degan kunisi Arafat kunisi bo'ladi. Bu kunda eng ko'p qiladigan ikki ishimiz bor. Birisi duo. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom eng yaxshi duo Arafat kunida qilingan duo deydi. Yaxshi duo degan qanday bo'ladi? Alloh ijobat qilgan va agar biz yaxshini tilamay qolgan bo'lsak, Alloh taolo ishlarning oldi keyinni bilgachga bizga eng yaxshisini beradigan duo bo'ladi.
İkincisi roza tutamiz. Agar 10 kunning ichidagi 9 kun roza tutolmagan bo'lsakmi, cho'qim Arafat kuni roza tutishni qo'ldan bermaylik. Faqat bir kun bo'lsa roza tutaylik. Chunki bu kun roza tutish ilgirki 1 yillik va keyingi 1 yillik, jami 2 yillik gunohimizga kafaret bo'ladi. Ya'ni gunohimizni yuyadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Arafat kunidagi roza haqida Alloh taolaning Arafat kuni roza tutgan odamning ilgirki 1 yillik va kelarki 1 yillik gunohlarini mag'firat qilishiga ishonaman degan. Shuning uchun Zulhajjining boshqa kunlari roza tutolmasangizmi, Arafat kuni roza tutishni unutmang. 6-inchisi Zulhajj oyining dastlabki bu 10 kunda Alloh taolo yaxshi ko'radigan, Alloh savob beradigan barliq yaxshi amallarning hammasini qo'limizdan kelishcha qilamiz. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yaxshi amal dedi. Ma'lum bir amalga to'xtatmadi. Siyla rahmi qilish, sadiq qilish, roza tutish, namoz o'qish, duo qilish, Qur'on o'qish, yaxshilarga buyurish, yomon ishlardan to'sish, ish qilib Alloh savob beradigan yaxshilarning hammasini bu vaqtda texim uchun tutishimiz kerak. Va bu 10 kun ichida bu yaxshilarni o'zimizning odatiga aylantirish orqali o'zimizning iymoniy hayotimizda yangi bir sahifa ochishimiz kerak. Alloh taolo bu oyda hammamizni yaxshilarga nasib qilsin. Alloh taolo hammamizni qilmoqchi bo'lgan amallarni hozirdan boshlab qabul qilsin. La ilaha illalloh. Allohu akbar. Allohu akbar va lillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. La